Yaxshi doktor, yaxshi tabib, yaxshi doktorxona izlayapsizlar. Maqsad nima? Abdumjad akam shu ba'zi kishilarga faqat dori payda qo'llanmayotgan, shuning sababini bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Biz bergan dori, tabibning bergan dorisi, aşı kasallikki og'riqqa a'zosiga bormay, bilak a'zosi ketirlik. Shunga payda qilmaydi. Chunki sababi yig'ib kelsak, diagnoz to'g'ri emas. Men shu doyunda nurg'unlagan savollarni biz maslahat orqali to'xtamay savollarni so'raysizlar. Faqat ikki og'iz savollarni so'raysizlar. Doktor, meni ma'zbezi yalg'o'ydi, maslahat bersangiz. Doktor, meni yurak kesilibeydi, bana maslahat bersangiz. Doktor, meni oshqozon kesilibeydi, bana maslahat bersangiz. Doktor, mende o'ti tutu, ichim suyutu, bana maslahat bergan bo'lsangiz. Nayt ko'tmak savollar. Shuning bilan men bularga tafsili keyindi to'xtamay savol so'rayapman. Ma'zbezi yalg'o bo'lsangiz, sizda qanday alomat bor? Oshqozon kesili bo'lsa shu. Qanday tekshirishlarni olib borgan, nima ish qilgan deb. Chunki bir tal a'zoda ko'ralgan shunda bir kasallikni shu necha 100 xil kasallik chiqadi. Biz oshuningki tipini ayirib, joyini topa olgan bo'lsak, bizning bergan dorimiz 100% foyda qilishi mumkin. Lekin biz sizlar bilan o'rtoq obdan paranglashammaydi. Paranlaşanmay. Biz sizde soğan soğuk koysa biz sizde qanday alamet var, mana alamet var mı, yok mu deb tafsili biz sizga javobni qaytarib bo'lsak, sizlar vaqtini yetgan chog'da undan javob bersizlar. U vaqtgacha necha yuz odam bu maslahat saqlab turgandan keyin biz yana qaytadan yana maslahat berishga boshlaymiz. Demakchi bo'g'unim bu yerda diagnoz bak muhim. Herkes bende mərz bezi ekan doktor. Biz har qanday aksiya bor mərz bezi deganlik. Oshqozon kasal degan bo'lsak, oshqozon yalliq o'ti, oshqozon yorisi o'ti, oshqozon yigilash o'ti, nurg'unlagan turga arlato, jigar yallig'i nurg'un turliga arlato. Biz oshning orasi silning qaysi tip ekanligini arib chiqib, sizlar mungdishish, paranglish orqali undan keyin biz sizlarga dori tavsiya qilamiz. Mani yemang, mani yesangiz uni qiling, buni qiling deb. Agar bizningki 100 dan ko'rish imkoniyatimiz bo'lgan bo'lsa, men jozan ustiga yozib qo'ylik, kasalligingizdan oldin bishorat bermang deb yozib qo'ylig'iman. Oldin o'rda tumu tutib akalang va tumu tutib men sizdan deyishim deb. Shu vaqtda biz 100 dan ko'rsak sizlar bilan o'zaro tixinbak paranglish orqali sizlarga bo'lgan kasalligingizga tushunchasi tixinbak inchki bo'ldi. Diagnoz qancha aniq bo'lsa, bizningki sizlar bilan bir tuqqan dorimiz yoki sizlarga bir tuqqan maslahatimiz shuncha yaxshi, shuncha yaqin bo'lib, sizning tez saqlashingizga foydali. Shu nurg'unlagan janibdan voy rakkan, ahati o'latgan. Voy bu bulanmapti desa aeroplan bilan go'ldilab, yishan ayonga chiqqanlar saq chiqqan tekshirishda. Nurg'unlagan tekshirishlar to'g'ri bo'lmaganligi sababidan bemor ruhiy jihatdagi azob, jismoniy jihatdagi azob, ham iqtisodiy jihatdan zo'r darajada ziyonga uchrab kelyapti. Şunu sizlarni nima izlaysizlar? Yaxshi doktor, yaxshi tabib, yaxshi doktorxona izlayapsizlar. Maqsad nima? Dori hamiyati bor, kangri. Maqsad diagnozni aniqlash. Zodi men nima sababdan kelib chiqqan, nima kasal mavjud. Bundan keyin har qanday bir tabib, doktor yoki doktorxonaga borsanglar, aniq diagnozlarni aniqlab olinglar. Nima sababdan kelib chiqqanligini aniqlanglar. Menda yurak kasali ekan, menda oshqozon kasali ekan, ben de börek kesili veyken deplikanda kutmak halatiki anda isimni herkes üzerine kesel dep atıvarmanlar. Çoğun bunu iniqlap aşqazan bolsa aşqazanın qaysi tipdeki aşqazan yallığı, qaysi tipdeki aşqazan yarısı, börek kesili bolsa börek kesili, net 100 xil börek kesili var. Aşının qaysi xilisiler, anı ayırıp onun ki bizden tor cihettin mesela sorsanlar tor dünyasında. Bizde bende palani tiplik bunda kesel bağ degen bolsanlar biz şunun asasen bir vasıf meselesi verleyimiz. Nimişin sınıflar köp paranlaşıpımız gen çağda sili fakat şu azarda kesel bağ derlik. Biz şununki net 100 xil tipdeki sebepten kep çıkan qaysi xil tipdeki kesel hikayediken arşın toxtu meselelerden sual sorabat etmez. Biz mi çarçap getirlik? Keçiler biz mi meseled bir vaat etmez. Şunu tukallar. Benim bir yerde demekçi oğlum. Bunun deyin ki doktorxonada tekshiramisizlar, nerede tekshirsanlar, üzerinin kasallik diagnozini aniqlab olsanglar, bu üzerine ma kasallik keyincha kasallikni davolash jihatdan bo'lamdi, doktorxonada tekshirish jihatdan bo'lamdi, nurg'un foydasi bor. Men har kuni nocha tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anjo qilib olinglar. Yurak berib qolinglar. Fikr tahlil qilinglar, yozib qolinglar. Ko'rishlar